qani ketdik bugun sizlarni o'zim bilan tog'ga olib ketaman. Yo'limiz uzoq deb kayfiyatlarimiz shunaqa ko'tarildi. Qornimizni ham shunaqa esdan chiqarmasdan yoshlikni eslab oldik. Hech ham kuz payti tog' tarafga bormagan ekanman. Tabiat shunaqa chiroyli bo'lar ekan. O'sha qatga kelganimizni taxmin qilgan bo'lsak kerak. Hamma kelib istoriyalarga qo'yib yotibdi. Biz ham qolib ketamizmi dedi. Yusufxonada joylashgan shashlik restoraniga keldik. Oldindan aytaman, borishni rejalashtirayotgan bo'lsanglar, shanba yakshanba kunlariga joy zakaz qilib qo'yishni unutmanglar yoki shu odamlarni qatorda turib qolasiz. Biz oldindan joy zakaz qilib qo'yganimiz uchun gerdayib kirib ketdik. Shunaqangi ko'p insonlarning mehnati ketgan joyligi bilinib turibdi. Juda ham chiroyli dizayn tanlashgan. Balkondan bo'lsa shunaqa chiroyli manzara ko'rinar ekan. Shu yerda biz rasm videolarga tushmasak bo'lmaydi deb rasmlarga tushib oldik. Shashlik restoraniga kelib boshqa narsa yeyish iloji yo'q edi. Toza havoda shashlik yeyish boshqacha bo'lar. Aytgancha bu yoqda nafaqat kunduzi, balki kechqurun ham alohida bitta mavzu ekan. Shunaqa kichkinagina shamchalar tarqatib chiqishdi. Faqat tashqarida emas, ichkarida ham o'tirsanglar bo'lar ekan. Shunaqa atmosferada shirinlik yeymizmi dedik. Video yoqqan bo'lsa like bosib keting.